gazolat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazolat qilish. O'zimga yetib qoldi. Chunki men tirashayotgan odamlar juda ham katta gazolat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazolat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirib turib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopti qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan to'g'risi. Hammasini po fakt o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, prosta kerakli odamlar ozgina bo'lsa. Qozog'istonda men uyimdaman. Qayerdasan? Bir o'zim kelganman. Yonimda hech kim yo'q. Bir o'zimman. Men bilan bo'ydan qochib Kamil bilan ushdi. 11-mayga liga bermoqchi bo'lsa qochib o'tsa. Lekin tiqib qolishni bilasan siz. Nujeli sen o'zinglar, o'zing yurtingdagilar gapirmaydi, ozgina mujik bo'lganda. Sen prosta. Shama berdim. Bilmadim-ku, menimcha ancha-munchasiga emasda bir o'zi kirib borish, bir o'zi boshqa davlatga mana shular orasiga, raqiblar orasiga kirib borish. Betingga siyaman zo'ringda. Almatadaman mana. O'zbekistondan kelib, mana Almatada mana senlarga gapiryapman, itlarga o'sha menga tashab qolgan cho'tlarga kelish mana. Mana lichkam ham ochiq, nomerim ham ochiq, hamma narsa ochiq. Borimni berdim-da, jonimni berdim. O'zim xohlamagan narsalarni ham yo chiqarish kerak deb biz o'sha обращенияларni chiqaramiz. Keyin bu yoqda kim piarchi? Odilxon piarchi. Kim yomon? Odilxon yomon. Hammaga yomon ko'rinib, men shu ligani obro'sini ko'tardik-da. Men boshqa ligaga o'taman, xudo xolasa. Men o'sha yerda shunaqa gullataman. Octagonda eng to'pga chiqqan odam xudo xolasa boshqa joyda ham mana shunaqa ko'taramiz xudo xolasa.